Bolalar xuddi Mamajonovda eng qiyin jang boshlandi, ya'ni vest tashlash. Xuddi nima ko'rinmayapsiz internetda? Assalomu alaykum hammaga. Internetda tayyorgarlik ham bosyapmiz xohlasangiz. Necha kilo tashlaysiz hozir? 6 kilo qoldi. 6 kilo qoldi. 6 kilo. Xohlasa salabini qilamiz. Yo'q, Allohdan. Bu jang boshqacha bo'ladi inshaalloh. Xohlasa. Sizni qo'llab-quvvatlayotgan O'zbekiston xalqiga Hammaga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar, duoda bo'linglar. Xudo xolasa kamarni olib qolamiz inshaalloh. Hammaga katta rahmat. Xuddi eng qiyin jang oktagondagimi yoki hozirgi vest tashlashmi? Hozir. Ovqat yemasdan, ichmasdan vest tashlash qiyin. Buni vest tashlagan odamlar biladi. Rahmat. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Алейкум, вот и завершилась наша крайняя тренировка в нашем родном зале Ахмат Таджикистан, Тим Байонов. Пожелайте нам удачи. Сегодня мы вылетаем в сторону Ташкента, поэтому 13 числа на Хму-арене мы вас всех ждем. Пожелайте нам удачи. Ассаламу алейкум. Хама каса биёру дӯсту бародарое ки ҳамавақт дар бари мо ҳастем, моро дастгирӣ мекунед. Марҳамат кунед, рӯзи 13 дар Ташкент дар Хму-арена яке аз варзишгарои хуби Тоҷикистон Муҳаммад Карим барои камарбанди международӣ ҷанг мекунад ва баромад мекунад. Ҳама каса биёед дастгирӣ кунед, ҳама каса сарҷам бошем, ҳама каса тарбияи хуба нишон бидем. Так что, ребят, ждем всех 13 июня, Ташкент, Хму-арена. От вас максимальная поддержка, от нас красивые бои будут. Так что, Таджикистан! Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Xudo xolasa jangga ham 5 kun qoldi. 13-iyun Oktagon ligani vaqtinchalik kamariga jang qilaman. Undan keyin High Fightingda jang o'tkazaman. Xudo xolasa duo qilib turinglar. Yaxshi, Xudo xolasa bo'y ko'rsatib sizlarni xursand qilaman. Bitta so'z bilan aytganda, bitta o'q bilan ikkita quyonni uramiz Xudo xolasa. Hammaga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlab duoda bo'linglar. Alloh rahmat. O'g'lim o'sha paytda endi qulab turgan ekan o'zi qo'lda. Mayli o'g'lim olib chiqinglar degan paytda, hali qo'lma-qo'l qilib berib yuborishgan paytda yo'g'anib kelgan ekan endi qo'limga. O'sha paytda hali cho'chib ketdi. Endi emotsiya bor, atmosfera bor, shuni hisobiga cho'chib ketdi. Lekin hozir hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Endi bunaqa qilmaymiz Xudo xolasa. Boydan oldin meni juda ham ko'p qiynagan narsa kommentariyamdagi negativ fikrlar bo'lgan. Chunki men har bitta yozgan odamni kommentini o'qiyman, qarayman Instagramga. Shuning uchun bironta odam davay, yaxshi bo'ladi endi, oldinga shuncha tinirovkalar qilding, shuncha mehnat qilding deb yozsa kerak desak, yo'q, negativ juda kuchli bo'lgan. Biz borda tinirovkalar qilsam ham baribir tagiga yozdi, videolar qo'ysam, boy kuni ham, festa ham boyga nastroy qilsang, baribir ta'sir qilar ekan odamga. Ta'sir qilmaydi, e'tibor berma deydi-ku ko'p kishi, lekin baribir ta'sir qilar ekan. Bosim juda ham kuchli bo'ldi. Shuni hisobiga yutganimdan keyin shu emotsiya meni qiynab turgan ekan. O'sha payti o'g'lim qo'limda haligida qiyinchiliklardan shunchalar ichimdagi qiyinchilik va azablar chiqib ketib qoldi işte. Mangu Selection вообще men kutgan effektni bermadi, to'g'risi. Men Mangu Selectiondan nima kutgan edim? Mangu Selectiondan men qatnashayotgan bolalardan juda ham pala-partish, bir qanaqadir bir hayajonlanib qolish, qo'l oyoq ishlamay qoladi, ba'zi bir MMA'ni chotki ko'rsatib bera olmay qoladigan. Men shunaqa effektlar kutgan edim. Lekin sportchi bolalar o'zini ko'rsatish uchun ham kelajakka ular haqiqiy MMA jangchisi, yulduz bo'lishga tayyorligini ko'rsatish uchun zo'r harakat qilishdi va haqiqiy O'zbekistonda bo'lajak MMA yulduzlarini ko'ra oldik. Ko'rmagan bo'lsangiz selection janglarini bir ko'ringlar. Musobaqa o'tkazilgan atmosfera. Bu musobaqada deyarli qo'riqchilar qatnashmadi. Hamma muxlislar tomosha qilgani keldi. Mayli shu yangi bolalar bo'lishiga qaramasdan bolalar tomosha qilgani keldi, muxlislar keldi, oxirigacha o'tirishdi va muxlislar o'zini o'zi kontrol qilib, to'g'ri ba'zi bir muxlislar jangchilarning oldigacha kelib, aralashib yurishdi. Bu ham nima maqsad? Shu jangchilarni ko'rishga qiziqqanligidan. Yomon maqsad, tartibsizlik maqsadida emas.
va haqiqatan Samarqanddagi muxlislar, kelgan viloyatdan kelgan muxlislar juda chiroyli balet qilishdi va o'zlarini bir og'iz aytilgan gaplarga amal qilgan holatda tartib intizomni chiroyli saqlashdi. Bu uchun albatta muxlislarga alohida rahmat aytamiz va mana shu selection turnirida qatnashgan jangchilarga men juda ham alohida o'zimni tashakkurimni aytmoqchiman. Bitta janglar to'g'ri sal hayajonlanib qolishdi yoshlik bo'lgani uchun, lekin asosan 90% janglar juda ham qiziq va juda ham shiddatli bo'lib o'tdi va men faxrlanaman O'zbekistonda mana shunaqa sportchi yoshlarimiz borligidan. Malatse bolalar, bosinglar, xudo xolsa sizlar yulduz bo'lasizlar. Bizlar ham bitta bo'lamiz. Qatnashda yutgan bolamiz ham, biz ham yutgan bo'lsa, yutqizgan bola ham juda ham tengma-teng jang bo'ldi. Har ikki tarafga ham g'alaba berilishi mumkin edi. Birozgina ustunlik bilan bizning bolamiz yutib ketdi va lekin ikkita bolaga ham kontrakt berildi Mangudan. Va bu qanchalik raqobat kuchliligidan darak beradi. Fikrlaringni kutib qolaman kommentariyada.